Albatta, qalampir munchoqni ko'pchilik maqtaydi. To'g'ri, albatta do'stlarim, shifobaxsh narsa. Lekin buni me'yori ham bor do'stlarim. Buni 4 xil mizojiga ajratib berish kerak odamlarga. Bilib bilmasdan bersa, mazani qochirib qo'yadi. Kelinglar, shu haqida gaplashaylik. Do'stlarim, qalampir munchoqning mizoji issiq quruq hisoblanadi. Ya'ni issiqligi organizmdagi sovuqliklarni yo'qotadi, ichki haroratni ko'taradi. Quruqligi tanadagi nam xilqatlar, nam balg'amlarni quritadi do'stlarim. Yurakni, miyani, oshqozonni yaxshigina qizdiradi, lekin sovuq mijoz odamlar uchun juda katta foydasi bor. Issiq mijoz odamlar uchun ehtiyot bo'lishlari kerak, xavfli hisoblanadi. Kelinglar, bu kimlarga yaxshi ta'sir qiladi? Sovuq ho'l, shamollaydi, dangasa, sovuq quruq, qon aylanishsiz, ko'p o'ylanadigan qo'rqoq odamlarga, shamollashga moyil bo'lgan odamlarga juda katta rezultat beradi. Oxirida retseptigacha aytaman do'stlar. Endi kimlarga xavfli? Issiq mizojli odam, ya'ni tez jahli chiqadigan, qizib ketadigan, yuragi o'ynaqa, davleniyasi yuqori bo'lgan odamlarga davleniyani oshirib, jig'ildonni qaynatadi. Me'yorni oshirish mumkin emas. Buni kunlik me'yori 1 grammdan oshmasligi kerak. Ya'ni parashoga, kukun. Jigarga, oshqozonga og'ir keladi me'yordan oshib ketsa. Qizib ich ketishi, asabiylashishga olib keladi. Homiladorlarga umuman mumkin emas. Bolalarga ham ichkizish tavsiya qilinmaydi. Endi meni mizojimga to'g'ri kelmaydi deb ichmaymanmi deb xafa bo'ladigan odamlarga yo'q, siz hech ham xavotirga o'rin yo'q. 4 tala xil mizojga to'g'ri keladigan ajoyib retseptni aytaman. Qarang, 1 gramm qalampir munchoq kukunini olamiz. 1 osh qoshiq asal, 0,5 gramm dolchin kukuni, 0,5 gramm zanjabil kukuni, 1 choy qoshiqcha kunjut yog'i, qaynatilgan sut 100 mg. Mana shuni tayyorlab har kuni nahorga ichib turilsa, inshaalloh samarasi chiroyli bo'ladi. Muddati 15 kundan oshmasligi kerak. Buni ichgandan keyin 1 soatgacha ovqat yeyilmaydi do'stlarim. Ayniqsa buni ichgandan keyin 1 soat, 2 soatdan keyin обязательно namatak choy, do'lana choy yoki arpa bodiyon choylarni iste'mol qilishni esdan chiqarmanglar do'stlarim.